Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Yaratganga shukrlarimiz bo'lsin. Siz azizlar bilan bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi kelajakka sayohat deb nomlangan suhbatni qilishga fursat bo'ldi. Shu fursatdan foydalanib bugun kelajakka, oddiy qilib aytganda, hali o'zimiz yetib bormagan hayotga xayolan bo'lsa-da sayohat qilamiz. Bu sayohatimizni biz orzu deb nomlayapmiz. Zero orzuga ayb yo'q deyishadi dono xalqimiz. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, muhtaram yurtboshimiz, hurmatli Shavkat Miromonovich qayerda bo'lsa ham shu xalqimiz orasida bo'lganlarida el yurt ravnoqi va buyuk kelajagimiz haqida o'zlarini dono va hikmatli fikrlarini bildirib kelyaptilar. Bulardan birini aytib o'tadigan bo'lsak, ona yurtimiz bo'lgan yangi O'zbekistonga yangicha ko'z bilan qarab, yangicha fikrlashimiz kerak deyaptilar. Albatta buni eshitib, bundan ruhlanib, bunga misol qilib shuni aytishimiz mumkinki, bizning Buvayda qishlog'imiz ham yangi O'zbekistonimizni ajralmas kichik bir bo'lagi. Muhtaram yurtdoshlar, biz shu bo'lakni kelajakda so'lim sayilgohga, bir so'z bilan aytganda go'zal va maftunkor yurtga aylanishini orzu qilib va mana shu orzuyimiz bilan bugungi sayohatimiz davomida eshitganlarimizni tasavvur qilib, ularni ko'z oldimizga keltirish bilan birga muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek, ona yurti bo'lgan Buvayda qishlog'imizga yangicha ko'z bilan qarab, yangicha fikr qilsak, o'ylaymizki, barchamiz orzu qilayotgan so'lim sayilgoh yurt qanchalar go'zal va maftunkor bo'lishini xayolan bo'lsa-da oldindan ko'z oldimizga keltirish va uni ko'rish baxtiga muyassar bo'lamiz degan umid bilan bugungi sayohatimizni boshlaymiz. Sayohatimizni boshlashdan avval shuni aytib o'tishimiz kerakki, mana hammamiz ham bilamiz, qishlog'imizdan anchagina insonlar o'sha chet elga, ya'ni o'sha rivojlangan davlatlarga tijorat yoki sayohat yo'li bilan mana borib kelishyapti. U yerdan kelgandan keyin o'sha yurtlardagi hayotni, ya'ni u yerdagi tartib, intizom, odob, axloq va o'sha ko'chalarni qanchalar tozaligini kelib bu yerda aytyapti. Albatta bu yaxshi. Biz ham shularni eshitib, hal aytganingizdek, ancha vaqtlar oldin bizda ham bir qiziqish bo'lgan edi, bir orzu desak ham bo'ladi, bir orzu bo'lgan edi. Shu Buvayda qishlog'imizni ham shu nima qilish kerak ekan, shu yana ham bir go'zal va bir maftunkor yurtga aylanishi uchun degan savol bilan qiziqib shu xalqimizga murojaat qilib, xalqimiz bilan bu borada ham fikr bo'lib, ularni fikrini o'rganganmiz va to hozirgacha mana o'rganib kelyapmiz. Ularning ichidan chiqqan ayrim manfaatli bo'lgan, foydali bo'lgan fikrlarni haligi aytganingizdek o'zimizni xotira daftarimizga yozib qo'yganmiz va yozib kelyapmiz. Endi shu bir murojaat qilganimizda kimdir birov ularga yetib olish uchun hali 200 yil kerak, kimdir 100 yil, kimdir 50 yil, yana kimdir 20 yil va hokazo. Endi shuning ichida bir mana shu ham qishlog'imiz bir aqlli, ziyoli inson bir ro'para kelib bir o'tirib gaplashib qolganimizda, Murodjon dedi, menda shu borada bir fikr bor dedi. Mana unaqa ishlarni qilib, mana ularga ahamiyat berilsa, shu Buvayda qishlog'imiz 10 yilda o'sha go'zal yurtga aylanadi degan fikrni bildirdi aka. Biz ham xursand bo'lib, xuddi nimadir shu oqtar yurgan narsamizni topgandek bo'lib, o'sha akani fikrini hal aytganingizdek shu xotira daftarimizga yozib qo'ydik. Va buni vaqtimiz bo'lganda buni o'qib, uni tahlil qilib, bu fikrdan o'zimizga bir xulosa olib, yana shu xulosamizni yana shu xalqimiz bilan birga yana ham fikr bo'ldik. Va shu vaqt o'tib
Yana bitta shu hamyurt akamiz, u ham judayam bir aqlli inson. Murodjon dedi, to'g'ri dedi, bu 10 yil juda qisqa vaqt dedi, lekin bizni xalqimizga 10 yil ko'plik qiladi Murodjon dedi. Chunki bizni xalqimizni orasida 70 dan o'tib 80 ga boray turgan, kerak bo'lsa 80 dan o'tib 90 ga boray turgan, 90 dan ham o'tgan hali aytganingizdek qariya otaxon onaxonlarimiz ko'p. Agar o'shalarni qulog'iga bu yetib borib, shu Buvayda qishlog'imiz yana 10 yildan keyin bir go'zal maskanga aylanar ekan degan gap, ya'ni shu fikr yetib borsa, to'g'ri ular xursand bo'ladi, buni duo qiladi. Lekin Murodjon dedi, ularni mana bu yerida ishonchli umid bo'lmaydi Murodjon dedi. Nimaga endi bo'lmaydi desak, chunki ularni bu fikrni eshitgandan keyin ularni mana bu yerda 10 yilgacha kim bor, kim yo'q degan fikr ularda ustuvor bo'ladi Murodjon dedi. Shuning uchun dedi, o'sha sizlar dedi, shu umuman hammamiz ham dedi bir orzu qilib o'tirgan go'zal yurtni shu amalga oshirish uchun, ya'ni bu ishonish, xalqimiz ishonishi uchun dedi Murodjon 1 yil dedi topish kerak. Ya'ni shu 10 yilda 1 yilda amalga oshiradigan fikrni topish kerak Murodjon dedi. Buni o'ylab, aka bu borada dedik, sizda biron bir fikr bormi shu 1 yilda nima qilsa shu qishlog'imiz yana ham bir go'zal yurtga aylanishiga desak, ya endi Murodjon dedi, to'g'risi menda dedi aniq fikr yo'q, lekin men bor bilganimni sizga aytdim dedi. Lekin o'sha inson juda ham asli to'g'ri gapni aytgan ekan. Bo'ldi aka dedik, shu bilan keyin hali akani ham hali fikrini hali aytganingizdek o'zimizni xotira daftarimizga yozib qo'ydik. Endi tasavvur qilaylikki, kimdir birov Buvayda qishlog'imizni yana ham bir go'zal va maftunkor yurtga aylanishi uchun, qolaversa o'sha chet davlatlardagi, o'sha rivojlangan davlatlardagi o'sha bizga o'xshagan qishloqlarga yetib olish uchun, ya'ni o'sha qishlog'imiz toza, chinnidek, nima deydi, pokiza, tartib intizomli bo'lishi uchun 200 yil kerak dedi. Endi 200 yil qayda turibdi-yu, 1 yil qayda turibdi. To'g'risi bunga aqlimiz yetmaydi. 1 yilda shunaqa bir chiroyli yurtga aylantirish uchun. Oqtardik, yuraverdik, vaqt o'tib boraverdi. Natijada bir kuni hech o'ylamagan, biz kutmagan bir inson, o'zi dehqon, Murodjon bir sizni ko'rib ketay deb kelyapman dedi. Aka juda yaxshi deb, darrov choypoy qilib gaplashib, shu o'zi hazil tomus inson edi, bir kulishamiz ekanda deb, shu bilan aka bilan birga o'tirdik, gaplashib, choy ichdik. Murodjon meni qulog'imga tushib qoldi. Shu sizlar shu borada, ya'ni shu qishlog'imizni go'zal maskanga aylantirish borasida bir fikrga qiziqib yuribsizlar ekan. Men qulog'imga tushib qoldi. Men o'zim siz oldingizga kelyapman. Men ham bir paytlar dedi xuddi sizga o'xshab, ya'ni sizlarga o'xshab qiziqqanman, lekin oxiriga yetolmaganman Murodjon. Nima bo'lganda ham men o'zimga bitta xulosa olganman Murodjon dedi. Aka o'sha xulosani eshitaylik bo'lmasa dedik. Shundan keyin aka o'zini o'sha paytdagi xulosasini bizga aytdi. Murodjon dedi, men dedi to'g'risini aytishim kerak. Bunaqa gapga usta emasman. Men aytaman, siz o'zingiz keragini tushunib olasiz. Men lo'nda qilib sizga bir hali aytgancha javdari tilda aytib beraman dedi. Xo'p aka, eshitamiz dedik. Shu kulishib orada. Shunda akamiz gap boshladi. Murodjon dedi, bilasiz, bizni qishlog'imiz dedi muqaddas ona, ya'ni Hazrati Bibi Ubayda onani nomi bilan yuritiladi. Men qiziqib ko'rdim. Islom olamida shu ayol kishini nomi bilan yuritiladigan yurt yo'q ekan. To'g'ri, maktab yoki bo'lmasa muassasa yoki ko'chalar bo'lishi mumkin, lekin aynan ayol kishini nomi bilan yuritiladigan yurt yo'q ekan Murodjon dedi. Bu dedi shu bizda aynan bizda shu qishlog'imiz Hazrati Bibi Ubayda onani nomi bilan yuritilishi
To'g'risi Murodjon, bu bizni xalqimiz uchun bu katta sharaf ekan dedi. Endi nima qilish kerak? Shu Buvayda qishlog'ini bir yana ham bir go'zal, maftunkor yurtga aylantirish uchun deganda shuni o'yladimki, Murodjon dedi, shu qishlog'imiz markazini dedi, shu markaziy ko'chalarini, shu ko'chalarda shu yonidagi piyodalar yuradigan yo'laklarni shipirib, sidirib, o'sma surmasini qilinsa bo'ldi ekan dedi. Chunki Murodjon, qo'pol bo'lsa ham aytaman, ayol kishi hali aytganingizdek o'sma surmasi bilan go'zal deydi-yu dedi. Endi shunday bo'lgandan keyin biz ham shu qishlog'imizni shu markaziga, markaziy ko'chalariga qancha bir e'tibor berib, o'sma surmasini qo'ysak, bizni yurtimizga bu yarashar ekan. Sababi, masalan, erkak kishini nomi bilan ataladigan mana yurtlar bor, yoki bo'lmasa boshqacha nom bilan ataladigan yurtlar bor. Ularda dedi ona yurt deb bo'lmaydi-yu, to'g'rimi dedi. Endi to'g'ri, umumiy O'zbekistonda olganda ona yurti deyiladi. Endi bu to'g'ri dedi. Lekin bizni yurtimiz Hazrati Bibi Ubayda ona nomi bilan yuritiladigan yurt ekan Murodjon. Endi yana Murodjon, shu qiziqishimda dedi bitta narsani tushunib yetdim. Bu ona yurti, ya'ni yurtni ona deyilar ekan. Ana shu biz yashab turgan yurt, buni nomi bu ona ekan. Xo'p, ona yurt bo'ladigan bo'lsa, ota qayerda turibdi? Men o'zimcha fikr qildimki, Murodjon, ota bu shu yurtda, shu qishlog'imizda yashab turgan mana shu ulug' xalqimiz bu ota ekan. Ya'ni ona yurti, xalq ota. Endi yana fikr qildim Murodjon, mana shu qishlog'imiz markazida va shu markaziy ko'chalarida endi tirikchilik sabab tadbirkorlik qilayotgan qaysi sohada bo'lsa ham, u qovun sotadimi, shashlik pishiradimi, non sotadimi, tijorat qiladimi, yoki bo'lmasa boshqa bir biznes qiladimi, qancha bo'lganda ham dedi. Endi u 1 metr yerda egallab turibdimi, 10 metrmi, 100 metrmi farqi yo'q. Lishbi o'sha egallab turgan yerni dedi, shu ozgina dedi e'tibor berib, o'sha turgan yeriga, o'sha tozaligiga qolaversa, o'sha o'zini ro'parasini chiroyli qilib bir gul rayhonlarni ekib, ozgina e'tibor berib, hali aytganingizdek shu onani, shu yurtni ona dediku, shu onani endi shu xalqimizga, ya'ni otaga bir chiroyli qilib ko'rsatsa, yana bitta gap borki, Murodjon, endi qo'pol bu ham, onangni otangga bepardoz ko'rsatma deydi-yu, to'g'rimi dedi. Endi buni hamma ham biladi. To'g'ri dedik. Ana demak, shu yurtni ona deb bilsak, xalqni ota deb bilsak, shu o'zimiz turgan yerda shu oldimizda chiroyli bir ko'rsa ko'z quvonadigan rayhon, gul, boshqa narsalar bilan ekib, shu niyat bilan o'sha tijorat qilib, boshqa qilib bir nima deydi, tirikchilik sabab shu yurtni chiroyli qilib shu xalqqa ko'rsatsak, demak o'sha Murodjon to'g'ri bo'lar ekan. Ana o'shanda Murodjon hech kim hech narsani hech kimga aql o'rgatmaydi ekan, hamma o'zini aqli bilan ish qilar ekan, o'zini fikri bilan ish qilar ekan, hammani o'zini ana shu qalbida niyati bo'lar ekan, shu shekni chiroyli qilaman, shu yurtni chiroyli qilaman degan. Ana o'shanda Murodjon o'sha sizlar aytgan qishlog'imiz go'zal va maftunkor yurtga aylanar ekan dedi. Shunda biz akaga savol berdik. Aka, xo'p, bugun shipirib sidirib qo'ydik. Ana ertaga yana bir axlat paydo bo'laveradi-yu degan savolni berdik akaga. Murodjon, men bu borada ham o'ylaganman dedi. Endi mana shu qishlog'imizni markaziga va shu markaziy ko'chalarga, o'sha qirg'og'idagi piyodalar bor yerlarga dedi, chiroyli, uni ham dedi shu Buvaydini hunarmandlari tomonidan bir chiroyli qilib yasab, bir qancha ketadi, bir mo'ljalda shu Buvaydimizda dedi, shu piyodalar yuradigan yo'laklar ana ag'bag'i bo'lib dedi, shu 3,5 ming, 4 ming metr chiqadi Murodjon dedi. Mana shu yerga har 5-10 metrga o'shanaqangi musor tashlaydigan idishchalar qo'yilsa, endi o'rtacha dedi, shu bir gideta bir 400 ta 500 ta ketadi dedi. Murodjon, Buvaydiliklar hamma o'shanga tashlaydi o'zini chiqindisini dedi. Chunki endi yana qo'pol bo'lsa aytaman Murodjon, bizni Buvaydini xalqi unaqa beparosat xalq emas Murodjon dedi.
hammani dedi shu ko'chaga chiqib tirikchilik qilyaptimi, hammani ham dedi o'ziga yarasha did farosati bor, farosatli xalq bizni xalq. Qolaversa shu tozalikni, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kerak bo'lsa murojaat, men bitta narsani sizga dedi ishonch bilan aytaman dedi. O'zi dedi chiqindisini o'sha axlat idishga tashlaydi dedi. Kerak bo'lsa kimdir birov yerga dedi, agar axlat tashlab yuborsa dedi, o'shani tashlab yuborgan axlatni ham dedi o'zi olib o'sha idishga tashlaydi dedi. Faqat shu bizning xalqimizga dedi shunaqangi sharoitni yaratilsa bo'ldi Murodjon degan fikrni bildirdi mana shu akamiz. Haligi yerdan keyin tasavvur qilyapsizmi dedi. Tasavvurga keltirib naraga o'tkazib yuboryapman aka dedim. Tushunyapman aka siz gaplaringizni dedim. Endi hali aka fikrni aytib bo'lgandan keyin jim bo'lib yerga qarab qoldi. Aka dedim, keling dedim. Sizda shu unchalik dedim, shunaqangi bir zo'r fikrlar bor ekan aka, siz qahramon bo'ladigan ekansiz. Keyin bir bag'rimizla bag'irlashib qo'yaylik deb hali aka bilan keyin qattiq bag'irlashib oldik. Hali aka rosa ham bir xursand bo'lib ketdi. Shu bilan keyin boshqa ag'dan-bag'dan gaplashib o'tirdik. Akani kuzatib yordik. Endi muhtaram yurtdoshlar, haqiqatda ham o'sha aka aytgandek tasavvurimizga keltirib ko'rsak buni bir nima deydi bir bu suhbatimizda dildan suhbat deyapmiz. Bu orzu deyapmiz. Aynan shunaqa qilish kerak demayapmiz. Bu orzu. Har bir insonda o'zining orzusi bor. Har bir inson ham aytganingizdek o'zining orzusi bilan yashaydi. O'zining olami bilan yashaydi. O'zini aytganingizdek aqli bilan, o'zining fikri bilan yashaydi. Har bir inson ham o'ylab qaraganda aka juda ham bir to'g'ri fikrni bildirdi. Chunki biz aynan o'sha 10 yilda o'zi zo'rg'a topdik. Endi qarangki, bu insonni biz shunday fikr qildikki, bu insonni bizga Xudo jo'natdi. Biz shunday deb qabul qildik o'zimizga va mana shu akani fikrini mana sizlarga mana bayon qilyapmiz. Buni mana eshitib o'ylab ko'raylik. Haqiqatda ham mana shu akani aytgan ishlari to'g'rimi? Mana shu fikrlari va mana shu fikrlarni amalga oshirish uchun qancha vaqt ketadi? Va mana shu akani aytgan fikrlar amalga oshsa, mana qishlog'imizda qanchalar o'zgarish bo'ladi? Aynan suhbatimizni shu yerida yana bitta narsani aytib o'tish joiz bo'lyapti. Yuqorida aytib o'tganimizdek, muhtaram yurtboshimiz hurmatli Shavkat Miromonovich aytganlaridek, ona yurtimizga yangicha ko'z bilan qarab, yangicha fikrlashimiz kerak deyaptilar. Biz buni dono va hikmatli so'zlar deyapmiz. Sababi aynan shu aka aytgandek, o'sha Bo'ydi markazida va markaziy ko'chalarida tirikchilik sabab tadbirkorlik qilayotgan, qaysi sohada bo'lsa ham, nima qilayotgan bo'lsa ham, shu jinday yangicha ko'z bilan qarab, men ham sheyda turibman, haqiqatda sheyda bir chiroyli qilaman, mana oldimdagi gulzorda yoki bo'lmasa boshqa narsani bir chiroyli qilib ozgina e'tibor beraman desa, undan hech kim pul talab qilmayapti, boshqa qilmayapti. Baholi qudrat o'zining aqli, o'zining fikri bilan shuni niyat qilib va hal aytganingizdek buni amalga oshirish uchun nima qilish kerak ekan degan yangi fikr bilan yashasak, albatta bu juda ham bir maqsadga muvofiq bo'ladi, to'g'ri bo'ladi degan bir biz ham fikrdamiz. Endi muhtaram yurtdoshlar, Bo'ydi qishlog'imizda juda ham tadbirkor insonlar ko'p. Hamma desa ham bo'ladi, chunki kimki ko'chadan, uyidan astona xatlab ko'chaga tirikchilik sabab chiqib turgan bo'lsa, u nima ish qilishdan qat'iy nazar o'sha insonni tadbirkor desak bo'ladi. To'g'ri, kichkina tadbirkor, o'rta tadbirkor, katta tadbirkor bo'lishi mumkin, lekin baribir u tadbirkor. Endi mana shu tadbirkor insonlarni xalqimiz ko'chada boylar deyishar ekan. Haqiqatda boylar desak arziydi ularni. Shu yaratgandan so'raymizki,
ilohim mana shunaqangi boylar ko'paysin. Ularni boyligiga boylik qo'shilsin. Sababi mana shu nima deydi? Boylarni tadbirkorligini evaziga. Endi to'g'ri, avvalo Xudo, chunki rizq Allohdan, lekin sababchi mana shu tadbirkorlar. Mana shu tadbirkorligini evaziga bu yerda qishlog'imizda qanchadan qancha aytganingizdek xalqimiz orasida xo'jaliklarda qora qozon qaynab turibdi. Buni hammamiz ham bilamiz. Endi shu mana shunday tadbirkorlarga bir murojaat qilardikki, mana shu biz xalqimiz bilan birga targ'ib qilayotgan g'oya. Bu meni g'oyam yoki bo'lmasa kimdir bitta shaxs g'oyasi emas. Bu ana shu ulug' xalqimizni ichidan, ya'ni dono, mehnatkash, bunyodkor, tadbirkor xalqimizni ichidan chiqib kelgan g'oya. Bu hammani g'oyasi. Hammamiz ham bir orzu qilamizki, shu Buvayda qishlog'imiz nima deydi, go'zal va maftunkor yurtga aylansa. Buning uchun nima qilish kerak? Buni sabablari ko'p. Buni sabablarini qidiramiz biz. Lekin bu borada biz shu xalqimiz ichidan chiqib kelgan g'oyani mana targ'ib qilyapmiz. Kuni kelib yaratgan marhamat qilib mana shu g'oya amalga oshib, Buvayda qishlog'imiz rasayam bir kerak bo'lsa o'sha go'zal va betakror aytganimizdek yurtga aylanib, kerak bo'lsa o'sha nemis bo'ladimi, ingliz bo'ladimi, yevroy bo'ladimi, fransuz bo'ladimi, o'shaki Xitoy bo'ladimi, kim bo'lsa ham shu bizni qishlog'imizga kelganda og'zi lang etib ochilib qolsa, ana shu demak yurtimizda so'lim sayilgohga aylangan muhtaram yurtdoshlar. Endi gapiraman desak gap ko'p, tong atguncha ham tugamaydi, lekin sizlarning vaqtlaring qimmatli. Shuning uchun muhtaram yurtdoshlar, shu g'oyaga ozgina e'tibor berib, agar nima bo'lganda ham shu kommentariyada o'zimizni bir ikki og'iz bo'lsa-da fikrimizni yozib qoldirsak, bu bizlar yozib qoldirgan fikrlarni butun xalqimiz bilan birga o'qiymiz. Natijada hal etganingizdek bizni fikr boyligimiz ortadi. U ham shu qishlog'imizdan chiqqan bir dono insonni bir so'zi fikrini eshitgandik. Shunday degandiki, Murodjon, qachon Buvayda qishlog'imiz yana ham bir gullab yashnaydi? Qachonki shu Buvaydada yashab turgan xalqdi. Chunki bu yurtni egasi shu yerda yashab turgan xalq, ya'ni bizlar, siz-u bizlar. Mana shu xalqni fikr boyligi oshsa, ya'ni shu xalqimizni ichidan chiqib kelayotgan fikrlarni eshitib yo o'qib, chunki xalqni ichidan chiqib kelayotgan og'zaki fikrlar bu hech yerda yozilmaydi. Chunki u xalqni o'zini fikri u. Mana shu fikrlarni o'qib, eshitib, mana shu fikrlarga boyisa, ana o'shanda hal etganingizdek o'sha xalqimizning orzusi ushaladi deganidir. Endi muhtaram yurtdoshlar, ana shu qishlog'imizni ertaga yana ham gullab yashnashi uchun o'sha bizlar yozib qoldirgan fikrlar muhim omil bo'lar ekan. Endi shu bilan muhtaram yurtdoshlar, mana agar o'rnashib olgan bo'lsak, yana ham e'tiborimizni jamlab, mana sayohatimizni boshlaymiz. Bugungi sayohatimizni muhtaram yurtdoshlar, mana barchamiz uchun muqaddas bo'lgan katta jome masjidimizdan boshlasak, chunki u ulug' dargoh. Endi to'g'ri, hammamiz ham gunohkormiz, kattamidi, kichikmidi, ozmidi, ko'pmidi, niyat bilan o'sha yerga borib ibodat qilib, gunohlarimizni o'sha yerda qoldirib, hal etganingizdek u yerdan yaxshilik va ezgulikni olib chiqamiz. Endi muhtaram yurtdoshlar, shuning uchun shu masjidimizdan chiqqanimizdan boshlasak, shu sayilgohimizni, sayohatimizni. Endi muhtaram yurtdoshlar, tasavvur qilamiz, so'lim sayilgoh yurtga aylanganda qishlog'imiz qanday ko'rinishga ega bo'ladi.
Yana bir xalqimizda bir gap bor ekanki, mohir ovchi bitta o'q bilan ikkita qo'yanni qoldiradi deydi ekan. Endi biz ham tasavvur qilaylikki, shu bizlar ham shu xalq mohir ovchimiz. Bizni otadigan qo'yanimiz u trotuar, ya'ni piyodalar yuradigan yo'lak deb tasavvur qilsak. Agar biz shu yo'lakni ana mo'ljalga olib shunga otsak, agar biz aytgan shu, ya'ni shu xalqimiz aytgan shu fikr amalga oshib, o'qimiz toshni aniq tegsa, bu yo'lakni orqasidan qancha bu yerda ishlar amalga oshib ketar ekan, muhtaram yurtdoshlar. Ya'ni qolgan amalga oshgan ishlar u qo'yanlar ekan. Biz bitta o'q bilan mohir ovchi ikkita qo'yanni qoldirib o'tirgan bo'lsa, biz bitta o'q bilan bir qancha qo'yanni qoldiramiz ekan. Bular ham hammasi mana shu xalqimiz ichidan chiqib kelgan gaplar, fikrlar. Biz gapiryapmiz. Endi o'shaning uchun hali akan aytgandek, biz ham juda unaqa tushuntirib gapirolmasak, endi uzr so'raymiz. Kam ketigini muhtaram yurtdoshlar, o'zimiz kamini to'ldirib olamiz. Endi shuning uchun biz gapiraveramiz. Endi tasavvur qilaylikki, biz masjiddan chiqdik. Bir hali aytganingizdek markazga qarab ketishimiz kerak. Yoki bo'lmasa o'rtoq qishloqqa ketishimiz kerak. Yoki bo'lmasa o'sha aytganingizdek yan qishloqqa, yo Qiliteva, Tog'liq qayerga bo'lsa ham, shu bu yerda hududida Alqor bo'ladimi, yo bo'lmasa mana Simu mahalla bo'ladimi? Shu yerga ketishimiz kerak, yo piyodamiz, yo velosipeddamiz. Endi mana bugungi kunda tobora transportlar ko'payib boryapti. Ya'ni bu piyoda va velosipedda yurgan odamga yurish ko'payib boryapti. Ana endi muhtaram yurtdoshlar, tasavvur qilaylikki, piyodalar yo'lagi qanaqa bo'ladi? Qishlog'imiz so'lim selgoh, ya'ni go'zal va maftunkor yurtga aynalganda, biz masjidimizdan chiqqanimizda o'sha qishlog'imiz markaziga piyodalarni olib boradigan yo'lak eni 2 metr ravon, past baland emas, shu ravon, üstü burchat kabi, ya'ni gilam gulli deydi. O'sha gilam gulli burchat kabi bilan terilgan. Endi piyoda ketayotganimizda bizga yana shunday o'sha yo'laklarda, qirg'oqlarda shunday qulayliklar yaratilganki, oyog'imiz toliqsa ozgina o'tirib dam olishga mo'ljallangan chiroyli dam o'tirg'ichlar, tepasi soyabon, aytganingizdek quyosh nuridan yoki yomg'irdan, boshqa narsadan saqlashga aytganingizdek soyabon qilingan. Endi shu mumkin bo'lgan joylarda, o'sha yo'laklarning qirg'oqlarida chiroyli bir mavsumiy, bir-biridan chiroyli gullar, bahorda ham, yozda ham, aytganingizdek kuzda ham ochiladigan va shu gullar bilan birga sadda rayhonlar ekilgan. Va yana shu mumkin bo'lgan joylarda chiroyli manzara beradigan daraxtlar ekilgan. Va mana shularni sug'arib turish uchun ularni ichiga ma'lum metrga pizzillab turadigan, ya'ni shu suvni parlab oladigan fontanlar o'rnatilgan, muhtaram yurtdoshlar. Endi bu fontanlar qachon ishlaydi? O'sha ertalab hamma ishga bir hayotiy tashvishlar bilan, yumush bilan ketayotganda o'sha o'rtacha soat 7 dan soat 10 gacha ishlab turadi shu fontanlar. Bu shu qishlog'imizda qayerda piyodalar yuradigan yo'laklar bo'lsa, qayda imkoniyat, sharoit bo'lsa, o'sha yerlarga shu sharoitlar qilingan. O'sha yerda shu sharoit aytganingizdek mukammal bo'lgan. Buni o'zini aytganingizdek qarab turadigan kafolatchilari bor. Endi tasavvur qilaylik, kechki payt yana odamlar ishdan qaytishiga yana o'sha fontanchalar yana ishlab turibdi.
ham manzara beryapti, ham aytganingizdek havoni almashtiryapti, ham o'sha ekinzorlarni sug'arib turibdi. Endi bunday o'ylab qaraganimizda bu juda qiyin narsa emas. Buni shunaqani bir yaratish. Ayniqsa bizni Buvayda qishlog'imizda juda ham bir nima deydi, bizga nisbatan qancha baravar fikri keng, tasavvurga boy insonlar juda ham ko'p. Bu bizi fikrimizdan, shu xalqimizdan baholi qudrat o'rgangan, eshitib o'rgangan fikrlarni shu nima deydi, tasavvurni biz gapirib beryapmiz. Lekin Buvaydada ko'p bunaqangi katta tasavvurga ega bo'lgan insonlar. Ana shu insonlar ozgina shunga boshqatilsa biz o'ylagandan ham chiroyli bo'ladi. Hatto shu o'ylab bir umid qilyapmizki, o'sha o'tirib jinday dam oladigan skameykalarimiz ham kerak bo'lsa, o'sha dunyo standarti, o'sha Germaniyada ham yo'q bunaqangi skameykalar. Mana shunaqangi skameykalarni o'ylab topishga qodir insonlar bizi qishlog'imizda ko'p. Biz bunga aytganingizdek ishonamiz. Ana muhtaram yurtdoshlar, endi tasavvur qilib ko'z oldimizga keltirib ko'raylikki, Buvayda qishlog'imiz mana shunaqangi qishlog'imizda muhtaram yurtdoshlar bunaqangi kerak bo'lsa mana shu hali o'tiradigan skameyka deymiz, endi o'rindiqlar dunyo standartiga javob beradigan. Kerak bo'lsa o'sha Germaniyada ham, Angliyada ham yo'q. Shunaqangi bir chiroyli dizaynga ega. Shuni bir tasavvur qilib, shuni yaratadigan insonlar bizi qishlog'imizda juda ham ko'p. Chunki biz u insonlarni bilamiz. Muhtaram yurtdoshlar, yana bir ishonch bilan aytamizki, hali oldin bitta gapni aytaylik. Shu xalqimizda ham bir gap bor ekanki, albatta bunday buyuk ishni bir kishi yoki bo'lmasa o'nlab, yuzlab, minglab odamlar aytganingizdek amalga oshira olmasligi mumkin. Buvaydani shu darajada bir go'zal va maftunkor yurtga aylantirib olmasligi mumkin. Lekin mana shu orzu bilan, mana shu umid bilan, mana shu hayotni Buvaydada shakllantirishdi, tashkil qilishdi va mana shunday hayotga erishib, mana shunday hayotda yashashni butun xalq orzu qilsa, albatta bu amalga oshar ekan. Chunki Buvayda yurti, Buvaydada yashab turgan xalqni, hammamizni ham uyimiz ekan bu muhtaram yurtdoshlar. Faqat darvozasi yo'q, devori yo'q. Endi muhtaram yurtdoshlar, yana gapiraman desak gap ko'p. Mana sayohatimizni qildik muhtaram yurtdoshlar. Endi buni biz balki yetkazdirib olib olmagandirmiz. Yana bitta narsa qolibdiki, o'sha o'tirg'ichlarning tepasida, o'sha soyabonni tagida kechqurun yoritib turadigan chiroyli svitlar ham bo'lish kerak. Bo'ladi, bor. Tasavvur qilyapmiz. Kerak bo'lsa o'sha yo'laklarni bir-biriga ko'rinib turadigan darajada kuzatuv kameralari ham bor. Sababi shu kimdir o'sha mushayt berib qo'ymasin piyodalar yo'lagiga. Endi so'lim selgoh yurtda yashab turgan, fikrga boy bo'lgan xalq avvalo o'sha piyodalar yo'lagiga mashinasini yoki ko'ndalang qo'yib qo'ymaydi, yoki bo'lmasa o'sha tadbirkorlik borasida qilayotgan ishlarda o'sha bir mahsulotlarni to'sib qo'yib qo'ymaydi ekan. Chunki o'sha insonlarni ahli yetar ekanki, bu davlatimiz tomonidan qilingan piyodalar yo'lagi, ya'ni ularni hayotini xavfsizligi uchun qilingan yo'lak ekan. Bu o'sha piyoda, endi kerak bo'lsa shu velosipedda yuradigan aziz insonlarni haqqi ekan bu yo'lak. Bu yo'lakda to'sib qo'yishga, bu yo'lakka nimadir qilib xalaqit qilishga hech qaysi insonning haqqi yo'q ekan. Chunki u umum xalq, hammani yo'lagi ekan u.
Agar o'sha yo'lakka kimki bir narsani ko'ndalang qo'yib, bir piyodani kelib to'siq berib, manada katta transportlarni ko'chasi yo'liga chiqib, ularga mushat berib, yana yo'liga o'tadigan bo'lsa, u degani o'sha inson birovni haqqiga xiyonat qilyapti degan ekan. O'sha so'lim selgoh yurtda yashab turgan xalqni mana shu narsaga aqli yetar ekan. Ana o'shaning uchun o'sha xalqni fikriga boy deyilar ekan, muhtaram yurtdoshlar. Endi nima deymiz endi? Bugungi suhbatimiz mana yakuniga yetdi. Buni tugatish qiyin. Endi keyingi suhbatimizda aynan shu mana sayilgohimizni, sayohatimizni masjiddan boshlagan bo'lsak, endi keyingi suhbatimizda payg'ambarlarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bitta katta yurtni, bitta katta boyini o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatni biz gapirib beramiz. Bu suhbatni ham shu mana shu xalqimizdan eshitganmiz. Aynan u suhbatda shu ibodatxonalarga olib boradigan yo'laklar to'g'risida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha boyga bergan bir nima deymiz, suhbatini keyingi suhbatimizda aytamiz, ya'ni gaplashamiz. Shuning uchun muhtaram yurtdoshlar, bizni mana shu kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying, ya'ni podpisatcha tugmasini bosib qo'ying. Keyingi qanaqa suhbat bo'lsa ham, keyingi suhbatlarimizda ham shu suhbatlarni birinchilardan eshitadigan bo'lamiz. Va bitta malol kelmasa, mumkin bo'lsa bitta like tugmachasini bosib qo'ysak, albatta bu suhbatimiz yana ham kengayadi degan umiddamiz. Endi muhtaram yurtdoshlar, yana bitta gapni aytamizki, beayb Parvardigor deydi dono xalqimiz. Biz insonmiz, albatta o'zimizga yarasha hal etganingizdek aybimiz bor. Umid qilamizki, mana shu ayblarimizni bir nima deydi, kechirib, mana qancha mana gaplarni gapirdik. Bularda ham o'zimizga yarasha kamchiligimiz bor. Kamimizni to'ldirasizlar degan umiddamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ilohim Buvayda qishlog'imiz kelajakda hamki ertaga so'lim sayilgohga, bir so'z bilan aytganda go'zal va maftunkor yurtga aylansin. Qishlog'imizga butun atrofdagi yurtlardan odamlar shu mana shu xalqimizni bunyodkorligi va tadbirkorligini evaziga qilingan go'zalliklarni tomosha qilgani kelsin. Zero yana bir gap borki, pul deydi to'polon bilan keladi deydi. Rahmat.